Tushda otga minishni ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirin aytadiki, tushda chavandozlik qilayotganini ko'rsa, podshohdan mol va ne'mat topishini bildiradi. Agar chavandozlar bilan aylanib yurganini va ular bunga muti va quloq soluvchi ekanliklarini ko'rsa, bir guruhga boshliq bo'lishiga ishoradir. Agar otliqlar birorta joyda chavandozlik qilayotganlarini ko'rsa, o'sha joyga qattiq yomg'ir yog'ishini bildiradi. Agar notanish otliqlar unga dunyo molidan biror narsa berganliklarini ko'rsa, biror musofir odamdan foyda olishini bildiradi. Agar o'sha otliqlarning tanish ekanliklarini ko'rsa, foydani do'stlaridan va tanishlardan ko'rishini bildiradi. Agar otliqlarni ozg'in otlar ustida ko'rsa, bu tushning ta'biri aksincha bo'ladi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.